Necha yoshli? 16 kiram. Birinchi muhabbat bormi? Aka bo'lgan. Qaranglar, hozir birlikda qiziqarli savollarim bor. Agar javob bersanglar, parkimiz tomonidan mana shunaqa karta beriladi. Ichida pul bo'ladi. Bemalol tushinglar mumkin attraksion dedik. Birinchi savolimiz qaranglar. Hamma internetni biladi, bu kim? Men Qur'on, Buchi? dilim, Bu insonchi. bu inson. Tanlaysiz. Ana do'stlar, yo bitta Abdulla Avloniyni bilayotganman deb aytavermaydilar-ku. Bu cho'lpon. Buchi? Bu inson kim? Buni ham tanimaysizlar. Bu Abdulla Avloniy bobomiz. Ana do'stlar, yoshlarimiz qayerga qarab ketyapti. Birinchi muhabbat bormi? Aka bo'lgan. boy. Shuna telefon qilib hozir qizingizga biz birga bo'la olmaymiz. Mani kechir, men boshqasini tanladim deya olasizmi? Oxirgi shartimiz, mana shu shartni bajarsangiz, kartani beraman. Mana sneakersni 30 soniyada yeb berishlaring kerak bo'ladi. Ketdik-a do'stlar, mana qaranglar. 1 2 3. Ketdi. Oxirigacha ish kerak, oxirigacha. Hozir qolmaslik kerak. Ketgan. Sizlar. Sardor. Hech qara besh. Bosing, davay. Sardor. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45 gacha beraman. 15 qo'shdim. Ketdik, davay. 42, 43, 44, 45. Ha, do'stlar. Yonmadiz, ha? Davyo bolalar. Maladiz. Agar yeb berganingizda mana shu kartani berardim. Keyingi safar trenirovka qilib keling. Aziz do'stlar, yonmadi. Karta o'zimizda qoldi. Keyingi yurtdoshimizga nasib qolishi mumkin. Ungacha siz Alploent Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'ying. Tirs.